Assalomu alaykum guruh a'zolari. Mana men Navoiy viloyatidan keldim. Yoshim 75 yoshda. Meni asosan eng ko'p qiynab kelgan narsa doimiy bosh og'rig'i, oyoq og'riqlari, davleniyani baland yurishi, vrachlar yozgan dorilar ham foyda qilmay, doimiy ichib turaman bo'lmasa. Hali Valsakor, Rolol hammasini biraslar aytganda qilib kelyapman, lekin baribir 160 davleniyadan ko'tarilmagandim. Mana shu yerga ko'p adishlar bilan gaplashib, shu ko'nglim shu yerga tortdi-da. Juda qiziqib, ahvolimni yaxshi o'rganib, undan keyin keling degani menga juda ma'qul bo'ldi. Bu yerga kelgandan keyin ham kimlargadir aytib qo'ymasdan o'zi har kuni xabar olib, har kuni qon bosimimni o'lchab, meni ahvolimni o'zgarishlarni so'rab turadigan bir e'tiborli jonkuyar inson ekan. Hamma ham shunday qilavermaydi. Ba'zi bir boshqa masalan qari bilan shug'ullanadigan tabiblar ko'pchiligini hatto ko'rmaysiz ham. Mana hozir kelgan kunim ikkinchi kundan boshlab davleniyam avval 120 ga tushdi. Bosh og'riqlardan qutuldik, oyoq og'riqlardan qutuldik. 3-kuniyoq oyog'imda og'rimayotganini sezdim. Belimda bitta og'riq bor edi. Men bir yomon yiqilgan edim. O'sha yiqilgan joydagi og'riqni mana deyarli hozir sezmayman. Turib bemalol harakat qilyapman. Harakatlarim cheklanmagan. Ikkita grija ham bor edi hoji tog'a sizda. Ikkita grija ham bor edi. Ikkita grija bor edi. Qaysi oyoqqa berardi? O'sha oyoqqa mana o'ng oyoqqa berardi. Qayergacha berardi og'rig'ini? Tizzagacha kelardi. Hozirda qanaqa o'zgarish unda? Hozir bularda umuman hozir deyarli og'riqdan qutulib bo'ldik, xudo xolasa. Bu oyoqqa beradigan og'riqlar yo'q. Shu yerda grijam borligini endi xotiramda turibdi, borligini bilaman. Alloh shifosini bersin. Xudo xolasa juda yaxshi natijaga erishdingiz inshaalloh. Albatta. Minnatdormisiz axir, bir tavsiya qilasizmi shunaqa bemorlarga endi mana shu davolanish muolajamizni? Meni 75 yoshimdagi menga shunchalik yordam ko'rsata olgan shifokorimizga, endi tabiblar ham shifokorlar, albatta minnatdorchilik bildiraman. Bu har qanday holatda ham mana bu yoshimga nisbatan menda erishgan natija juda yaxshi natija hisoblanadi. Men endi bemalol xursand bo'lib kelganimga mana ketyapman. Yana bir gap aytmoqchiman, agar endi kesib tashlamasangiz, mana shu odatda tabiblar o'zlarini reklama qilish uchun shu ba'zi birovlarga mana ahvolingizni ko'raylik, mana shu qancha tuzaldingiz, bu bir gapirib bizlarni ishimizni maqtab qo'ying degan gaplar ham bo'ladi. Ko'pchilik shunday qilishi ham mumkin, lekin meni unday niyatim yo'q. Men birovni iltimosi bilan yo birovni taklifi bilan, o'z xohishingiz bilan intervyu beryapsiz. Menga gapirtirish qiyin, o'ta injiq, o'ta qaysar odamman lekin. Shuning uchun bemalol menga ishonishlaring mumkin. Telefon nomerim deb aytib qo'yaman, 90 620 64 51. Mana qaysi tabibni reklama qilganlar telefon nomerini aytgan. Men aytyapman. Isbotini ham qilib beraman. Istagan vaqtingiz menga telefon qilishingiz mumkin. Kelinglar, bemalol kelib, ishonch bilan, ixlos bilan kelib davolanib ketinglar. Hammaga avvalambor shu tabiblar sababchi, mana shogirdlari bilan qolaversa, oxir oqibat shifoni Alloh beradi. Shifo bersin hammalaringizga. Rahmat. Rahmat tog'a, salomat bo'ling, kasal bo'lmanglar. Alloh shifosini bersin sizga ham. Rahmat.